Assalomu alaykum do'stlar. Hozir sizlarga Monix ilovasi orqali ro'yxatdan o'tganingiz uchun 20 ming so'm va har bitta do'stingizni taklif qilganingiz uchun 20 ming so'mdan ishlashni o'rgatib o'taman. Buning uchun video opisiyasidagi video tagidagi link orqali Monix ilovasini yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Monix ilovasini yuklab olganingizdan keyin ichiga kirsangiz mana shunday oyna ochiladi. Bu yerda ro'yxatdan o'tishni bosasiz va bu yerga nomeringizni yozasiz. Nomer yozishni endi ko'rsataman hozir. Nomerni yozib olganingizdan so'ng mana shunday oyna ochiladi. Bu yerda mana buni bosib, ommaviy offerani mana buni bosasiz va davom etishni bosasiz. Bu yerda SMS kelish kerak bo'ladi. Mana shu yerda SMS kelgandan so'ng mana shu yerga kirgizib olasiz. SMSni kiritganingizdan so'ng mana shunday oyna ochiladi. Davom etishni bosasiz. Ruxsat berishni bosasiz va bu yerga pasport ma'lumotlaringizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Hozir video qo'yib beraman, o'shandan o'rganib olasiz. Bu yerda hozir men identifikatsiyadan o'tishni ham o'rgatib ketaman. Mana bu yerga pasport seriya va raqami kiritiladi. Mana bu yerga esa tug'ilgan sanangiz yoziladi va davom etishni bosishingiz kerak bo'ladi. Yozib bo'lganingizdan so'ng hamma narsani keyin bu pasport egasini rasmga olishni so'raydi. Davom etishni bosganingizda bitta rasmga tushib olasiz, bo'ldi. Identifikatsiyadan o'tganingizdan so'ng mana shunday oyna ochiladi va bu yerga любой bitta parolingizni qo'yishingiz mumkin. Ikkinchi marta takrorlaysiz va ma'lumotlar tekshirilyapti deydi. Biroz daqiqa kutib turasiz. Siz tasdiqlanganingizdan so'ng xuddi mana shunday oyna ochiladi va bu yerda bonuslar degan joyga o'tasiz. Mana men ro'yxatdan o'tganim uchun 20 ming so'm bonus oldim va bu yerda sizni taklif havolangiz bo'ladi. Do'stlarni taklif qilish, mana bu yerda havolani bosasiz va bu nusxalandi. Mana shu havola orqali любой do'stingizni taklif qilganingiz uchun do'stingiz 20 ming so'm, siz esa 20 ming so'mdan bonuslarni olishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat.